Assalamu alaikum dostlar. Hammalarning mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bu necha kunning oldida bizda bu Sharq Turkiston Milliy armiyasininki 1944 dan 49gacha bo'lgan vaqtlarda aytgan shu armiya marshlari, armiya naqshlariga oid bir fikrlar o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan birlikda bu inimiz bu ba'zi masalan jangchi ballag'a degandek Sharq Turkiston armiyasi aytgan naqshlarni shu mazmunni chopladi ko'pchilikning foydalanishi uchun. Endi Sharq Turkiston armiyasi haqiqatan bu 45-yil 4-oyning 8-kuni rasmiy muntazam armiya bo'lib qurilgandan keyin toki 1950-yil 1-oyning 10-kunigacha bu mavjud bo'lib turdi. Rasmiy Sharq Turkiston Cumhuriyetining armiyasi sifatida o'zining harbiy formasi, harbiy kiyim-kechaklari, harbiy intizom qoidalari, harbiy ustaflari va boshqa barliq turlik alaydiliklar bo'yicha turdi. Ammo 1950-yil 1-oyning 10-kuni rasmiy turda Xitoy Xalq ozodlik armiyasi deb atalgan atalmish shu armiyaninki 5-korpusiga o'zgartirilib rasmiy bu Xitoy Xalq ozodlik armiyasininki bir qismiga aylantirilgandan keyin 1951-yilgacha yanılam harbiy formulalarni saqladi, keydi. 1951-yilning 2-yarmigacha. Ya'ni shu pagollarni taqadi, qasqon shapka, ya'ni shu ketal harbiy yozliq qishliq kiyimlari shu butun forma saqladi. Shu vaqtning o'zida toki 50-yilning 5-ida butun Xitoyda ikki armiya bor. Harbiy formasi o'xshamaydigan ikki xalq ozodlik armiyasi bor. Birisi Sharq Turkiston armiyasidan o'zgartirilgan 5-korpus. Yana birisi Mao Zedong Judolarning rahbarligidagi butun Xitoy xalq ozodlik armiyasi. Gerçi Sharq Turkiston armiyasi 1-oyning 10-kuni 1950-yili Xitoy xalq ozodlik armiyasi deb atalib, uning harbiyasining tarkibiga kirgan bo'lsa-mu, lekin bu armiya toki 51-yilgacha o'zining hamma narsasini saqlaganligi uchun shu vaqtning o'zida Xitoyda faqat demak ikki xalq ozodlik armiyasi o'xshamaydigan harbiy forma kiygan. Hamda nimishga 1951-yilga kelgan chaqda bu Mao Zedong Judolar bu Sharq Turkiston armiyasininki kiyimini o'zgartdi. Uninggacha o'zgartanmidi deganda birisi bu Sharq Turkistonni yangi ishg'ol qilgan, bu joyni yangi o'zining kontrolligiga olgan, milliy armiyani arantasida o'ziga o'zgartgan, uning ofitserlarining, komandirlarining kallasini to'liq o'zgartib, juyib bo'lmagan, ularning kallasidagi mustaqillik, ozodlik, o'zining Sharqiy Turkiston davlatini qurgan bir armiya ekanligidan iborat bu ro'yidan to'liq sunmagan bo'lg'ashqa, buni sundirib o'zgartishga ma'lum vaqt ketib qoldi. 51-yilninki 6-oydan boshlab anadan Xinjiang harbiy rayoni Wang Junning qo'mondonligida buyruq tushirib, bularning harbiy formularini o'zgartish, xalq ozodlik armiyasi bilan o'xshash shaklda forma kiyish, o'xshash shaklda bo'lish degandan keyin andan Xitoy xalq ozodlik armiyasininki maymoq shapkillarini, kelangsiz chapallarni, kelangsiz ishtallarini kiyishga boshladi. Shuni qarasanglar, suratlarga 1950-yilning oldidagi 50-yillardagi ofitserlar ajoyib haybatlik, har o'tak, vagonlar paqrab turgan, endi turgan Xitoyninki generallari o'nninkida qaraganda bir shumshib qolgan, aynda qiyofatda bir. Ammo 51-ning oxirisidan keyinki bu o'zgartirilgan kiyimni kiygan bu milliy armiyaning har generallari, askarlari hammasi yumshoq maymoq shapkilni kiygandan keyin ularning qiyofati butunlay bir g'alati bir askarlarga o'zgargan ham turqidan. Albatta bu ayrim tema, ammo biz milliy armiyaninki marshallari qanday bo'lgan degan masalaga kelaylik. Sharq Turkiston armiyasi toki 45-yil 4-oyning 8-kuni qurilib, 51-yilgacha bo'lgan aralıqda o'zining harbiy marshallarini aytdi. Harbiy naqshlarini aytdi. Sharq Turkiston armiyasida mening tekshirishimcha, jiq kishilardan aniqlashimcha, materiallardan ko'rishimcha, bo'lib bu Sharq Turkiston armiyasining bir qism yuqori darajali ofitserlarini ziyorat qilib, ular bilan bo'lgan suhbatlarimdan bilishimcha, Sharq Turkiston armiyasida ikki xil harbiy naqsha bo'lgan. Birisi harbiy marsh. Harbiy marsh degani bu dunyodagi mutlaq ko'p qism zamonaviy armiyadagi jangchi ofitserlar birlikka kelgan holda odatda marsh tashlab manganda haybat qadamlar bilan duxovoy muzika deydi, cho'ng kanayliq mushu muzikalar bilan chelinib askarlar
nayt heyvet bilen marş naqs aytib mangıdı. O nayt jangovar, nayt ruhluq, nayt kötörengü insanga bir ruh, coşqunluq berdigan naqşılar. Bu harbiy marşları deyildi. Samış 40 yıllardaki Sovet armiyasının harbiy marşları, hatta şu Hitler Germaniyasınınki harbiy marşları var. Onundan başka dünyadaki umumen şu 40 yıllardaki dünyadaki bütün dünyadaki kudretli o armiyalarının hemmisinin digidek anda marşları bolgan. Uruş jang meydanlarında hatta marşlarını yangratkan bular askerlerge ruhi jihatdan. Şunun okşaş Şarkı Türkistan armiyasının ana şundaq marş bolgan. Bu marşlar qandaq bolgan degende bu marşlarning ağlarını bir kısım G'oljidagi şu Uyg'ur, Rus, Tatar şunun okşaş muzikantlar özleri Avrupa yoki Rus Sovet aşı harbiy muzikaları, marş muzikalarını birleştirip şu anda bunu Uyg'urcha milliy ağ bilan birleştirgan asosda bunu ijod qilgan ekan. Şuna bu naqshlarni, marshlarni aytganda milliy armiya nayt jangovar qiyofatda nayt yuqori qadam bilan marsh dastlab hurmat qadam bilan manganda, hurmat qadam bilan odat qadam bilan manganda nayt marsh bilan mangan ko'chalarda. Shuning uchun bu kishilarga qoldirgan ta'siri nayt kuchli bo'lgan. Bunda marshlardan bir qanchasi bor. Hatta bu marshlarning ba'zilarining ichida qo'g'laymiz dushmanni saddechiniga degan mazmunda Xitoy qo'shinlarini saddechingich qo'g'lab chiqaramiz degan mazmun aks etgan ayndaq marshlarmi bor. Endi ikkinchi xil turdikisi Sharq Turkiston armiyasininki milliy armiyaning jangchi ofitserlari aytadigan askar naqshillari. Bu naqshillari ko'pinchisi bu Uyg'ur milliy ahangi bo'yicha ijod qilingan bu Uyg'ur muzikantlar. Shu vaqtlarda Uyg'urlardan bu Zikri Alpatta deymiz va undan boshqa xili ko'p muzikantlar bo'lgan. Bu muzikantlar o'zlari shu milliy armiyaning naqshillarini aytgan, bular ijod qilgan. Yani tekstini köpüncesi Zeynedin Salyop, şu vaqtdaki bu Kevir Niyazi, onundan başka yana bu Alqam Axtam ve bu yani bu Xilil Hamrayev deymiz, Teyipcan Eliyup deymiz keyinki vaqtlardaroq chiqqan. Xili ko'p yosh shoirlar bor, shu vaqtimizda peshqadam shoirlar. Shular armiya naqsh she'rlarini shular yozgan ko'pinchisi. Shu bo'yicha bu muzikantlar uningga ağın sağan. Bu naqshlarning ba'zilari sal jangovarroq ruhda aytildi, ba'zilari odatda normal shakldagi naqsh shaklida aytiladi. Bu ular ba'zilari dam olgan chog'da o'ltirib aytadigan naqshlar, ba'zilari safarga chiqqanda, yo'l manganda aytib mangadigan naqshlar bor. Ashundaq bo'lgan. Demak, milliy armiyaning naqshillari, marshlarining turi nihoyat ko'p. O o'zi 20 necha xilga yetadi. 20 necha xilga yetadi. Hatto ba'zilarda uningdan ko'p deyiladi endi. Endi bu Sharq Turkiston armiyasining marshlari, naqshillarini kishilar qandaq askarlar biladi, o'gindi. Bir qatimda aytganda bir polk masalan yo'lga chiqqan bo'lsa, otlangan bo'lsa, komandir naqsha deb bir buyruq berdi. Shu tang buyruq bo'yicha bütün askarlar shu palon naqsha deb bir komandir oldida, siyosiy komandir boshlaganda askarlar tang agishib buni aytib mangadi. Ba'zi masalan batalyonlar bo'yicha yo'lga mangan chog'da, safarga mangan chog'da naqsha aytib mangadi, o'tidi. Uningda batalyonning komandiri, siyosiy komissarlar tang boshlaydi, orqadan tangli jur bo'lib boshlaydi. Bir batalyon deganda eng az bo'lganda 300 dan ortiq askar bo'ldi. Normalda piyodalarda 500 dan 600 gacha bo'ladi piyoda askarlarda. Demek 5-600 adam o'xshash bir naqshini tang aytib mangadi. Agar polk bo'yicha safarga otlangan chog'da 2 batalyon ya 3 batalyon bir polkda 1500 dan 1800 hatta 2000 gacha bo'lgan bo'ladi. Yo'llarda mangan chog'da uzun so'zlab safarlar ashlar tang aytib mangadigan ahvol bor. O chog'da o naqshlar degan tağ dalalarni, hamma joylarni zil-zil keltirib o'tadigan gap. O 1000-2000 adam tang naqsh aytganda ovozda. Ashna aytib mangan. Endi bu naqshlarni qandaq o'gindi deganda Sharq Turkiston armiyasida polkda polkning polkovniki, polk komandiri, ma'un polk komandiri, anakin har bir polk yani polkninki axuni bor. Axun deganda ma'un polk komandiri darajalik, o bütün diniy ishlarga mas'ul. Andan her bir polkda yani siyasi komissar oldu. Siyasi komissar polkovnik oldu unvanı yoki ma'un polkovnik, podpolkovnik unvanı bo'ladi.
Köpincha Allah'da polkovnik unvanı boldu. Siyasi komisarlarının orununa yukarı. O aşı komandiri bilen tang iş yürgüzeleydi. O qo'shinning bütün siyasi ishlariga rahbarlik qiladi. Ya'ni askarlarning siyasi ideologiyasi, milliy ideologiyasi, askarlarning nima uchun jang qiladigan, nima uchun kurash qiladigan, mana mushu ishlarning hammasini siyosiy kallasi, demak siyosiy komissarning qo'lida. Endi ondan keyin yana batalyonlarda bir polkda 3 batalyon bo'lgan bo'lsa, batalyonning bu o'xshashli batalyon komandiri, ma'un batalyon komandiri, kombat. Andın onun o'xshashli siyasi komissari, anadigan bir batalyon imamı bo'ladi. Demakki, polkda siyasi komissarning boshqarishida siyasi bölüm bo'ladi. Siyasi bölümning yana necha o'nlagan ofitserlari bo'ladi. Batalyondimi siyasi komissar, anda onun qo'lida siyasi bölüm bo'ladi. Bir batalyonda 3 rota bo'ladi. 3 rota degani 300'likda endi. 3 rotaning har bir rotada birden instruktor bo'ladi. Bu instruktor ana shu siyosiy ishlarga mas'ul bo'ladi. Siyosiy komissarninki buyrug'i bo'yicha. Andan bir xotirligichi bo'ladi, andan rot komandiri bo'ladi, ma'un rot komandiri bo'ladi. Andan uning qo'lida yana 4 vizvod deydi, 4 yana Xitoycha pay deymiz. Har birisida 40 dan 50 kishi askar bo'ladi. Bir rotada 150 dan 200 gacha, ba'zida 250 kishi askar bo'lishi kerak normalda. Demakki, mana muşlarning hammasini mana siyasi komissarlar, siyasi bölümning ofitserlari, siyasi bölümning boshlig'i, siyasi bölüm qarmog'idagi batalyondagi, polkdagi, uning töven rotadagilar aşalar askarlarning ana shu belgilagan bo'yicha naqshlarni aytish, shuni o'rganish, shu ishlarga mas'ul bo'ladi. Ular bir yoqdan siyosiy jihatdan askarlarga tarbiya, yuqori markazning Sharq Turkiston hukumatining siyosiy qarorlari, xalqaro vaziyat, shu vaqtdagi Sharq Turkistonning vaziyati, Xitoyning vaziyati, dunyoning vaziyatiga oid siyosiy masalalar haqida askarlarga, qo'shin komandirlariga doim siyosiy tushunchalarni berib tursa, shuning bilan birlikda mana mush askarlarningki ideyasini tarbiyalash, askarlarning ro'yini o'stirish, qatorliq mush ideologiyaga mas'ul ishlarning hammasi ana shu siyosiy komissarlar qildi. Mana mushu naqshlarni aytishga tashkillash, o'g'itish askarlarni birdek askarlar naqsha ayta oladigan holatga keltirish mana shu siyosiy bölümning qarmog'idagi ashularning ishi bo'ladi. Albatta siyosiy bölümning qarmog'ida yana madaniyat ishlari bilan shug'ullanadigan ofitserlar bo'ladi. Ana ashular shuni qiladi. Chunki polklarda polk gazetlari chiqarilgan, tam gazetlari chiqarilgan polkda askarlarni masalan yaxshi yozuvchi, shoir askarlar bo'lsa, ularni o'zining polki, batalyonlaridagi jangovarliklar, qahramonliklar va boshqa ishlar haqida she'rlarni yozishga, polkniki shtabida tam gazetlarga choplashga ularni ayndaq tashkillagan. Bu nayt yuqori bir sifatda taraqqiy qilgan bir zamonaviy bir armiya sistemistik qo'shin edi armiyamiz, shu vaqtdagi Sharq Turkiston armiyasi. Demakki, mana shu askarlar ana naqshlarni ana shunda o'rganadi. Shunda bo'lganda dastlabda 30 mingdan 40 minggacha deymiz, oralikda 15 ming, 18 ming ayndaq har xil sonda o'zgarib turgan bu qo'shinningki jang ahvoliga qarab turib, jang jarayonida bir xil, tinch holatda bir xil, bitimning oldida bir xil, bitimdan keyin bir xil, 47-48 dan keyin bir xil, 49-yilga kelgancha yana bir qatim o'zgarish bo'lgan. Demak, milliy armiyaning umum ahvoli o'ziningki shu vaqtdagi vaziyat, urush, ichki iqtisodiy ahvoli va boshqa ahvolga qarab turib, askarlarni doim ularni askardan qaytarish, kon askarlarni, yangi askarlarni elib to'liqlash, zapastik qo'shinlarni tashkillash deydi, har turli chiniqtirish deymiz. Ashuna shaklda bo'lganligi uchun bu askarlarning soni muqim bo'lmagan. Nurg'un odam 18 dan tortib 45 hatta 50 kishi bo'lgan yoshlik odamlarning hammasi bir qatim askar bo'lg'achqa, ular ko'pincha odam zapastik askarga otlangan keyingi vaqtlarda. Bu zapastiki degan askarlarni, erkaklarning mutlaq ko'p qismini urush holatida birli buyruq bilan chaqirsa, hammadan qilayotgan ishlarini tashlab, askar holatga qaytib keladigan bir holatni shakllantirgan. Masalan, 48-yil Isoqbekning buyrug'i bo'yicha Sharq Turkiston qo'mondoni bütün zapasga tushirilgan askarlarning hammasini qaytadan yig'ib, yani 3 oydan harbiy mashq qildirib, anadan yana qaytargan. Ular hammasi qaytib dehqon bo'lsa, dehqonchilik, chorvachi bo'lsa, chorvachiligini, unavan bo'lsa, unavanligini qilavergan. Demakki, urush holati bo'lsa, qaytarilganlarni yana bir qatim akilib,
3 ay çeniqtirdi, yana qaytarib o'tdi. Kerak bo'lsa, bir yil buyruq bilan butun erkak, butun xalq askar bo'lib jangga otlana oladigan holat shakllantirgan. 49 kishi bo'lganlik. Mana mushularning hammasida milliy armiya naqshlarini aytish, askar marshlarini aytish, ularni o'rganish, ularning biri askarlarning ham vazifasi bo'lgan. Shunga milliy armiyada naqsha aytolmaydigan bunda holat bo'lmagan askarlar. Albatta milliy armiyaningki madaniyat sapasi yuqori bir qo'shin bo'lgan shu vaqtning o'zida. Masalan, Xitoy armiyasida shu vaqtda Xitoy xalq ozodlik armiyasi degan Xitoyning 4-5 million kishilik armiyasida 80% savodsiz bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkiston armiyasida 90% odam savodli bo'lgan armiyaningki. Savodsiz yoshlarning hammasini armiyada turish jarayonida butun savodini chiqarib bo'lgan. Armiyaning polklarida, hatto ba'zi batalyonlarda qiroatxonalarni, kutubxonalarni ochgan. Polk kutubxonasi askarlar beka vaqtlarda kitoblarni o'qishga, jurnallarni o'qishga tavsiya qilinib, bu nihoyatda bir madaniyat sapasi yuqori bir askarga ayrilgan qo'shinga aylangan Sharq Turkiston armiyasi. İntizamchan, harbiy kiyimlar ratlik, pokiz, hech qanday mehnat yuradigan askar yo'q. Har kuni beka vaqtlarda juyindigan, anadan keyin bu ratlik, tartiblik, intizamlik bir askar tuzumi shakllantirgan. Shuning o'xshash bu armiyada bu naqsha, milliy marsh, milliy armiya marshi, milliy armiya naqshalari askarlardagi umumyuzlik bir qilish tegishlik, o'rganish tegishlik bir harbiy vazifalarning biri bo'lgan. Endi Sharq Turkiston armiyasida o'xshashlar polk, axuni, batalyon imomlari va uning qo'lastida yana boshqa diniy arboblar bo'lgan. Hammasi ular beshiga normalda ba'zi chog'larda yeshil ranglik salla o'rab qilgan. Ammo pagollari hammasi o'xshash, kokarlari o'xshash. Bular hammasi harbiy qoida intizomlarni biladi. Bu Sharq Turkiston armiyasi bosh qo'mondonlik shtabi tarkibida harbiy askariy mufti idorasi deb o'rin qurilib, uningga Damollar Razini podpolkovnik unvoni bilan 45-yil 4-oyda askariy mufti idorasininki boshliq qilib belgilagan. U Sharq Turkiston armiyasidagi butun askarlarning diniy ishlarini boshqaradi. Bu askarlarning diniy mufti boshqarish ishlari toki 49-yilning oxirisigacha bu Xitoy xalq ozodlik armiyasi degan nomga o'zgartirilgicha bo'lganlikda bu o'rin bo'ldi. Buni bosh imom polkovnik unvoni bilan boshqardi. Boshda podpolkovnikdi. Bularning hamda har bir polkda birdan polkning axuni bo'ladi, podpolkovnik unvonida u butun polkning diniy ishlarini boshqaradi. Diniy ishlar bo'lgan chog'da agar shu qo'shindek askarlar hammasi musulmon bo'lsa, islomiy qoida bo'yicha ularni namoz o'qishga tavsiya qiladi. 5 vaqt emas, amaliy ahvolga qarab namoz o'qiydigan, bomdod va boshqa. Anadan keyin yana diniy tarbiya, diniy tablig'a, islomiy axloq qoida tuzum va boshqa qurollardan tafsir va boshqalarni so'zlaydigan leksiyalar bo'ladi. Askarlarga mana shu imomlar aşılar uyuşturdu. O ixtiyari bo'lgan qo'shinda majburiy holatda bo'lmagan, namoz mı ixtiyoriy shaklda bo'lgan, majburiy shaklda bo'lmagan, kanay chilingan. Shuning chiqqanlar atdiganda namozini o'qigan, kunduzlarda oraliqlarda imkoniyat bo'lganda o'qigan, ammo majburlash bo'lmagan. Men bu vaqtda Sharq Turkiston armiyasining xili ko'p ofitserlari bilan askarlar bilan suhbat o'tkazib, mush ahvollarni so'radim. So'rab jiq egalladim. So'rasam shunday bir holat shakllangan ekan. Demakki, bu askarlarning o'lgan chaqda shehid bo'lganda bularning hammasining namozini tushirdi askarlarning. Agar ko'p askar o'lgan bo'lsa, ularning hammasining namozini odatda kollektiv tushirildi. Yolg'iz birisi bo'lsa ayrim tushirildi. Mana buningga batalyonda batalyon imomi, rotalardagi bo'lsa, rotildagi diniy birdan diniy rahbar u tushirdi bosh bo'lib. Polkda bo'lsa, butun polk yig'ilgandan keyin polk bo'yicha murosim o'tkazilib, polkninki oxuni o'zi bosh imom bo'lib, askar o'lgan shehid askarlarga kollektiv shu riyosatchilik qiladi. Askarlar birdek holda jinoza namoziga qatnashadi. Shu yerda askarlarni yerlikka qo'ydi. Bu bir qoida bo'lgan endi shu diniy rahbarlarning. Endi albatta Sharq Turkiston armiyasi yolg'iz Uyg'urlar emas. Bu yer tatar, o'zbek, qirg'iz, qozoq, asosli qozoq ko'p. Bu musulmonlar bo'lganligi uchun, musulmonlar asos qismini tashkillaganligi uchun islomiy bu qoidalar asos o'rinni egallagan, ya'ni polk axunlari, imomlari bo'lish.
Endi bu polklarning komandirlari ko'pinchisi rus bo'ldi dastlabki vaqtlarda. Yoki shtab boshlig'i rus bo'ldi. Bu rus polklarning komandirlarimi o'xshashlan bu shu islomiy qoida bo'yicha askarlarni dafn qilish, diniy ishlarni yurgizish va boshqa ishlarga to'sqinlik qilmagan, uningga aralashmagan. U bu ishlarning hammasini polkninki axun, ya'ni polkning ma'mur komandiriga topshirib bergan. Uningki shuni o'rinlashtirishiga har imkoniyatlarni yaratib bergan. O'zi buyruq bo'yicha. Albatta o'zi namozini o'qimaydi, o'zining ishini qildi. Endi ba'zi qo'shinlarda rus askarlari ko'proq bo'lib qolgan bo'lsa, rus deganda G'uljiga yerlashgan 1918-20 yillar oralig'ida ilg'i kelib yerlashib qolgan, cho'chak kelib yerlashib qolgan ruslar burungi Char podshoning yoki uning avlodlari endi. Bular ko'proq bo'lganlarda o'xshashda ruslarning o'zlarininki ortodoks o'zlarining popi bo'lgan. Ular o'zlarining poplari askarlarini o'lsa o'zlarining diniy qoidasi bo'yicha dafn qilishiga uningga ruxsat qilgan. Uningga boshqa musulmon imomlar bizningki axullar ular ulug'a aralashib buzg'unchilik yoki to'sqinlik qilmagan uningga ixtiyoringda. Masalan, Mo'ng'ul divizioni qurilgan, Mo'ng'ul batalyoni, uningda Mo'ng'ullar o'zining lamalari bo'lgan. Mo'ng'ul lamalari o'zining qoidasi bo'yicha ish qilgan. Uningga hech kim aralashib, uningga to'sqinlik qilgan emas. Shivaning dastlabki Shiva eskadroni qurildi. Shivalar ular saman diniga e'tiqod qiladi. Shaman diniga. Ularning o'zining diniy qoidasi shaman e'tiqodi bo'yicha ish ko'rgan. Ammo lekin bayroq o'xshash. Sharq Turkistonning ay yulduzli yeshil bayrog'i, Sharq Turkiston mustaqilligi, Sharq Turkiston ozodligi, milliy ozodlik inqilob, milliy ozodlik uchun kurash. Bularning hammasining o'rtaq belgi, shuar, nishon bir. Ammo qoidalar milliy armiyaning umumiy qoidasi bir, lekin diniy rasmiyat qoidalarida ana shunday yo'l qo'yishlar bo'lgan. Nayt bir xalqchil, demokratik bir shu vaqtdagi prinsip siyosatlarni yurgizgan. Buni uyushtirgan, ash siyosatni belgilagan dastlabda Ilxon To'ram boshliq Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati. Ahmedjon Qosimi, Ilxon To'ram, Abdurauf Mahsum Ibrohimi, Rahimjon Sabiraji va boshqa o'nlagan shu asosiy rahbarlar mana chiqargan bu siyosat bu. To'g'ri bir siyosat. Bu keyin 46-yildan keyin Ilxon To'ram elib ketilib Ahmedjon Qosimi rahbarligi davomlashgandan keyin 49-yilning oxirisigacha buni mush prinsip, mana mush qoida bo'yicha izchil mush holat davomlashdi. Burungi holat. Demakki, endi xulosamizga kelsak, bu Sharq Turkiston armiyasidagi mana polkning axollari, polkdagi imomlar bilan polkdagi shu batalyonlardagi siyosiy komissarlar hammasidagidek Uyg'ur bo'ladi bular. Mutlaq ko'p qismi Uyg'ur bo'ladi. Komandir agar rus, tatar va boshqalar bo'lgan taqdirda. Bular hammasi mana o'zaro hamkorlashgan. Polkning axuni bilan polkning siyosiy komissar orasida yaqin hamkorlik bo'lgan. U diniy rahbarlik qilishga, bu siyosiy jihatdan rahbarlik qilishga ikkisi moslashib ish ko'rganda, batalyonning imomi bilan batalyonning siyosiy komissari ikki Uyg'ur, birisi diniy, birisi siyosiy bo'lsa-mu, ikkisi bir-biri bilan nayt hamkorlashgan, moslashgan, bir-biriga puttiga qilmagan. Imomlar, axunlar askarlarning ana shunday jang naqshlarini aytishda, musiqalarni chelib, jang maydonlariga mengishida, ayndaq beka vaqtlarda o'ltirib naqsha aytishiga yoki marsh dastlab mengishiga ashundaq ularga keng imkoniyatlarni yaratgan. Demak, bir-birini to'liqlash roli bo'lgan bularning. Demak, bir musulmon Uyg'ur askari, qozoq askari hem naqsha aytishni biladi, hem o'xshashli o'lsak shehid qolsa g'ozi degan ruh bilan jangga chiqadi. Ani milliy ideologiya, siyosiy ideologiya bo'yicha siyosiy komissarlar tarbiyalaydi. O'lsak shehid qolsa g'ozi degan mar ruhni polk axollari, imomlari ular singdirdi. Mana bularning hammasi birlashib bir gavdaga aylantirilgan. Mana bu Ilxon To'ram, Ahmedjon Qosimi boshliq Sharq Turkiston rahbarlari ilgari keyin belgilagan Sharqiy Turkiston albatta Issiq bekmi bor buning ichida. Boshqo'mondan keyingi mana bu milliy armiyaning siyosiy, diniy, harbiy qurilmasi tuzumi endi.